Mana bemor bel og'rig'i bilan keldi. Endi uni test qilishni boshlaymiz kineziologik usullar bilan. Mushaklarning tonusi ko'riladi birinchi, ichki organlarning holati ko'riladi. Keyin yana uni ruhiy holati ko'riladi. Eng qaysi biri birlamchi, o'shani aniqlab olinadi. O'shandan qarab yechim boshlanadi bel og'rig'iga. Agar u ruhiyatdan bo'lsa, ruhiyatda birinchi yechiladi. Ya'ni stressda bo'lishi mumkin odam, depressiyada bo'lishi mumkin yoki har xil hissiyotlar uni yengib turgan bo'lishi mumkin. Kimgadir nisbatan g'azab yoki xafa bo'lishlik, ko'ngil qolishlik, nafrat, har xil mana shunaqa hissiyotlar uni ichini kemirayotgan bo'lishi mumkin. O'shalarga yechim berilgandan keyin, u yechim qanaqa beriladi deydigan bo'lsak, u yechimni asosan shu muammolarni girdobidan chiqarib yuborishlik orqali, chiqish yo'lini ko'rsatish va bunga muammoga qarashlik, to'g'ri qarashlik orqali chiqib ketadi asosan. Stressni chiqish yo'li shunaqa bo'ladi. Ya'ni muammoni anglashlik. Muammo hammada ham bor, lekin unga qarashlikda odamlar farq qiladi. Kimdir o'sha kichkina narsani ham juda katta vahma bilan qabul qiladi. Kimdir katta yo'qotishlarni ham juda xotirjam qabul qiladi. Ikkalovini sog'lig'i farq qiladi. Chunki bu narsani juda katta yuk deb qabul qilgan odam ko'p organlarini, miyasini, mushaklarini faoliyatiga ancha salbiy ta'sir ko'rsatadi bu holat. Natijada har xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Endi stressni javobi shu, muammoni anglashlik. Bu tajribada ko'p ko'ramiz. Ya'ni stressda bo'lgan odamda ko'pincha B vitaminlari kompleksini organizm talab qiladi. Endi o'sha stressga yechim berib, u bilan gaplashib, psixologik yechim berganimizdan keyin u odamda o'sha B vitaminiga bo'lgan talab yo'qoladi. Chunki o'shani kompensatsiya qilish uchun organizm ko'p vitamin so'rayotgan bo'ladi. Xuddi shunaqa, shu tananing oziqlanishi ham, misol yaxshi ovqatlangan taqdirda ham o'sha stressni yengishga ketadi. Tanaga kerakli bo'lgan mikroelementlar, vitaminlar singishi qiyin bo'ladi. Stressni zarar tomoni shu. O'shani chiqib ketish yo'lini ko'rsatganimizdan keyin u anglagandan keyin, o'ziga o'sha to'g'ri yechimni olgandan keyin bu narsa tanani ancha ko'p qiyinchiliklardan ozod qiladi. Natijada odam sog'ayishni boshlaydi. Stressni ham umuman ruhiy emotsiya holatini ham anaqasi juda katta organizmga ta'sir. Odamni ertalab uyg'ongan misol kelgan bemalol bo'sh qolgan vaqtda misol belini qirslatadi, butun tanasini qirslatadi, qo'llarini qirslatadi. Shu odamga qanchalik zarar yoki foyda taraflari bormi? Endi bu qirsillatish o'zi zarurat bo'lmaganda qilinishi kerak bo'ladigan narsa emas. Sababi gipermobilnost deydi. Misol bo'ynini ko'pchilik o'ynataveradi, arzimagan narsaga ham o'sha bo'yin chiqib ketadigan yoki o'ynoqi bo'lib qoladigan holat bo'lib qolishi mumkin. O'tdagi o'zi umurtqalarning orasidagi svязкалар, ya'ni boylamalar shu o'zining normasida turish kerak. Gipermobilnost u yaxshi emas. Gipermobilnost degani o'sha o'ynoqi bo'lib qolishlik. Shuning uchun bu narsani tavsiya qilinmaydi. Yani zarurat bo'lsa, o'sha yerda qanaqadir siqilishlar bo'lib qolgan bo'lsa, unda uni qilsa bo'ladi. Uni ham o'sha o'zini mutaxassisi qilgan yaxshi. Qatga nimaga kerak, o'sha kerak holatiga qarab o'sha narsani bergan yaxshi. Odam o'zicha o'sha bo'ylarni qirsatadi. Unaqa qilmagan yaxshi. Sababi o'sha har xil salbiy aniqlik olib kelishi mumkin. Bu narsa vegetativ nerv sistemasini to'g'ri ishlamasligidan bo'ladi. Kimdir ruchkani o'ynaydi, kimdir tishlaydi nimanidir qo'liga tushgan narsani. Yoki reflekslar, har xil reflekslar bor. Refleks Moro deydi, RPPS deydi. Buni kineziologiyada buni yechimi bor. Kimdir cho'chiydi, shovqindan cho'chiydigan bo'lib qolgan. Kimdir shu arzimagan narsaga ham yig'ilaveradigan bo'lib qoladi. Xullas bu narsani o'sha kineziologiyada agar tekshiriladigan bo'lsa, ko'pi shu bolalikda yoki o'smirlikda yoki o'zi esdan chiqarib olgan holatlarda ham bo'lishi mumkin bu narsa. O'sha holatdagi stressda, siqilishda mana shunaqa har xil reflekslarni uyg'otib qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoki tanadagi buzilishlar ham shu narsaga olib kelishi mumkin. Uni yo'qotsa bo'ladi. Masalan, o'sha
o'zini yo'llari bor kinesiologический usulda. Endi uni ko'rib anaqa qilmasa ozib tushuntirish qiyinroq. Endi bemor kelganda o'zi birinchi o'rinda uni qayerdan kelib chiqayotgani aniqlanadi. Stress bo'lsa stressga yechim, uni aytib o'tdik. Keyingisi ichki organlarni strukturaviy holati, ya'ni joylashishi. Uni siljish bormi tanada, qaysidir organni joyidan siljishi, misol oshqozon pastga tushishi mumkin, ayollarda bachadon pastga siljishi mumkin. Mana shunaqa holatlar bor. Uni bizda asosan biokinetika usuli bilan bartaraf qilinadi. Keyin yana odamlarda bo'ladi, buyrakda tosh deydi yoki o't puyida tosh deydi. O'sha nimadan bo'ladi? Endi u noto'g'ri ovqatlanishdan yoki modda almashinuv buzilishidan bo'ladi. Uni endi asosan o'zini mutaxassislari bor, shu ularga uchrash kerak. Kinesiologiyada bu narsaga aniq qilinmaydi. Kinesiologiya asosan shu ichidan ichki organlarni siljishi yoki ichki organlarning biokimiyaviy holati, misol ichida shamollashlik bo'lishi mumkin yoki o't tufagida shu turg'unlik, ya'ni zastoy deymiz, o'sha narsalar bo'lishi mumkin. Bu narsalarni bartaraf qilishga kinesiologik usullar qo'llaniladi. Mana ko'p tajribada ko'ramiz, o'sha ichki organlarning holatini joyiga keltirgandan keyin, ya'ni siljishlarni testlar orqali bilinadi kinesiologiyada. Oshqozon pastga tushgan bo'lishi mumkin yoki qorataloq joylashishida yoki uni qobiqlari bo'shagan bo'lishi mumkin. Yurakning qobig'i bor, misol perikard. O'pkani qobig'i bor, plevra, o'shalarda ham bo'shashishlik bo'lishi mumkin yoki siqilishlik bo'lishi mumkin. Buni ham shu kinesiologiyada bizda shu biokinetika orqali hal qilinadi. U narsani joyiga qo'yganda ham o'sha narsalarni o'zi ham ko'p mushaklarni o'sha tonusini pasayishiga olib kelgan bo'lishi mumkin. Tajribada ko'ramiz, u masalani hal qilgandan keyin mushaklar tonusi tiklanadi, ya'ni to'g'ri ishlash boshlanadi, to'g'ri biomexanikada organizm ishlashi boshlanadi. Undan kelib chiqqan har xil o'sha og'riqlar, boshqalar vaqt o'tishi bilan yo'qoladi. Endi kinesiologiyada misol umurtqadan bo'lsa, umurtqani ham o'sha nervlarda qisilish bormi, boshqa bormi, o'sha narsalarning hammasini test orqali aniqlanadi. Qisilishlarni uni ham o'zini yo'llari bor, kinesiologik usullar bilan umurtqadagi nervlarni ochiladi. Ochilganda mushaklarning ishlashi kuzatiladi. Ya'ni tonusga kelishi, ya'ni to'g'ri ishlashi. Asosiy maqsad shu hamma mushaklarni o'rnida ishlatib, unga olib kelayotgan har xil buzilishlarni yo'qotish kinesiologiyada. Yo'qotilgandan keyin organizm to'g'ri ishlashni boshlagandan keyin bu muammolar o'zi ketadi. Endi u muammo qachon boshlanganiga ham qaraydi. Misol uzoq vaqt davom etgan bo'lsa, masalan kimnidir chap oyog'i og'rigan, vaqt o'tishi bilan u oyoqda og'riq yo'qolib, o'ng oyog'iga o'tish boshlaydi. Ya'ni chap oyoqda muammo bo'lgan o'zi aslida. Lekin organizm uni gipotonus, ya'ni tonus pastligini ehtiyotini qilib, o'ng oyoqqa asosan o'tkazadi. O'ng oyoq shu vaqt o'tishi bilan og'riqlar paydo bo'lishi boshlaydi. O'sha og'riqlarni o'zi nima keltirib chiqargan desangiz, ortiqcha bu yuk tushishligi. Keyin miyaga u yuk tushishligi og'riq sifatida signal beradi, ya'ni organizm o'zini tuzatgin degan bir signallar deb qabul qilinadi. O'shalarni yo'qotiladi. Ichki organdan kelib chiqayotgan muammolar, umurtqadan, mushaklarni boylamalarni, o'sha birikkan joylar, место прикрепления deydi. O'shalarda bo'shashishlar bo'lsa, o'shalardan ham muammolar kelib chiqadi. O'shalarning hammasini test orqali aniqlab yo'qotiladi. Endi уже boya aytayotganimiz uzoq vaqt davomida bo'lganligini sababidan organizm o'sha kompensatsiyalar qilishni boshlaydi. Qayerdadir mushaklarda tugunchalar hosil qiladi. Qayerdadir o'sha bir-biriga yopishib qolishlik. Ya'ni mushaklar o'zini to'g'ri ishlashida ko'p zarar yetgani uchun o'sha 2-3 ta mushakni bir-birida sirg'alib harakatlanadigan mushaklarni yopishtirib orqali o'sha oyoqni kuchaytirgan bo'ladi organizm. Bu asosiy muammolarni hal qilganimizdan keyin o'sha kompensatsiyalar ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni umuman mana kelishadi, to'g'rilaymiz. To'g'rilagandan keyin boshqa joyim og'rib qoldi, yo'q joydan og'riq paydo bo'lib qoldi degan ko'pchilik o'sha shikoyat bilan keladi. O'sha og'riqlar
asosan kompensatsiya bo'lganini hisobiga. Shu o'zini ko'rsatadi, keyin ularni yo'qotish kerak bo'ladi. Organizm o'shanda to'g'ri u kompensatsiyalarni yo'qotganimizdan keyin o'sha spike deydi, trigger deydi. Uni o'sha spike triggerlarni yo'qotganimizdan keyin uni ham o'sha yo'qotilgan hisobiga ozgina og'riq bo'lib turadi, u ham o'tib ketadi. Keyin to'g'ri biomexanikada ishlash boshlaydi organizm. Keyin o'sha artrozga olib kelayotgan yoki grijaga olib kelayotgan boshqa har xil sabablar yo'qoladi. Organizm noto'g'ri ishlashligidan kelib chiqqan bo'ladi asosan bu narsalar. O'sha to'g'ri anaqani bergandan keyin o'sha u narsalarni rivojlanishi, misol artroz yemirilishi, tog'aylarning yemirilishi, yo'qolishi o'sha kelgan nuqtada to'xtaydi to'g'ri ishlash. Keyin mushaklar ishlashni boshlagandan keyin o'sha boylamalar, ya'ni svязкаlar o'sha mushaklar orqali oziqlanadi. O'sha oziqlanish yana tiklanadi. Keyin undan tiklangandan keyin u narsa organizm resurslariga qarab, resurs kuchli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, tiklanib ketishi mumkin. Agar endi qariroq odamlarda bu narsa ancha sekinroq ketadi, lekin yoshlarda tez tiklanib ketadi. O'zi sog'lom odamlar bormi yoki sog'liqning qanaqadir formasi bormi? Organizm kompensatsiyada yashaydi ko'pincha. Muammo bo'ladi, uni kompensatsiyasini organizm o'zi ichida hosil qilib oladi. Lekin bu narsani odamning o'zi sezmaydi. Endi u kompensatsiyalarga qanaqa bo'lishiga qarab, endi kuchli kompensatsiyalar oxiri baribir o'sha og'riq sifatida o'zini ko'rsatishni boshlaydi. Resurs yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, unda ko'pincha o'zini ko'rsatmaydi, og'riq sifatida chiqmaydi-da. Endi ko'pchilikda mana shu yoshlikda yuraverganmiz deydi, qaraganda har xil kasallik chiqib kelyapti endi mana deyishadi. O'sha yosh o'tgan sari o'sha resursda kamaygani sababidan bu narsa o'zini ko'rsatishni boshlaydi. Yoshlikda o'sha kompensatsiyalar nima qilib resurs bilan bosib turadi bu narsa. Aqliy chog'da yaxshiroq bodra yurish uchun nima qilish kerak? Endi u to'g'ri hayot tarzini yo'lga qo'yish kerak. Ovqatlanish to'g'ri bo'lishi kerak, harakat normada bo'lishi kerak. Keyin ruhiy tomonini ham odam har doim o'zini to'g'rilab yurish kerak. Ya'ni hatto stresslarda, boshqada undan chiqib ketish yo'lini. U чисто psixologически u tomonni o'zi odamni o'zi shu ongli ravishda hal qiladi. Odamning o'zini irodasi, o'zini dunyoqarashi, shu krugozori orqali undan narsadan chiqib ketadi, stresslardan. To'g'ri ovqatlanish endi bu ma'lum. Agar masalan aytasiz, dunyoqarash keng bo'lsa, o'zini ibra olsa, stressdan chiqish osonroq bo'ladi. Dunyoqarash kichikroq yoki ko'p narsani bilmaydigan odamlar stressdan qanaqa tezroq chiqsa bo'ladi? Endi uni o'sha dunyoqarashini kengaytirish kerak. Shu orqali chiqib ketadi. U ko'pincha o'sha bemorlar bilan gaplashganimizda ularda muammoni o'sha girdobiga tushib qolgan bo'ladi. Chiqish yo'lini ko'rsatganimizda o'sha yuzida ham o'zgarishlar bo'ladi. Keyin o'zini ham gap so'zi boshqasida anaqa boshlanadi. O'sha boshqa darajaga o'tganligi ko'rinadi. Endi bu bizada ko'p ham o'zi psixologlarga borilmaydi, bu urfga kirmagan bizada. Lekin o'zi aslida chiqib ketish uchun o'zi ham har xil, misol YouTube'larda yo boshqa narsada ko'rib ham fikrlasa chiqib ketish oson bo'ladi. Fikrlash, eng anaqasi fikrlash. O'sha dunyoqarash hali keng shakllanmagan bo'lsa ham fikrlashda davom etsa, u yechimni topadi. Grijani operatsiyasiz ham davolasa bo'ladi. Grijani o'sha o'tgan videolarimizda ham aytib o'tganmiz. O'sha mushak zanjirlari to'g'ri ishlash bilan so'rilib ketgan holatlari ham bo'lgan. Bu amalda ko'rilgan narsa. Endi u grija bilan misol 7-8 millimetrlik grija bilan ham odamlar yashaydi, uni bilmay ham o'tadi. 4 millimetr, 3 millimetrlikda ham qanaqadir og'riqlar turishi mumkin. O'shalarni disbalans, ya'ni balansini buzilishidan kelib chiqadi asosan grija. Oldin ko'pchilik eshitgan,
grijasi bor odamni shunda terisini ko'tarib turib, piskani uchli qilib turib, tiqib, o'sha qora qon olishgan. O'shandan keyin og'rig'i qolib ketgan. Bunaqa holatlar bo'lgan. Biz o'zimizdagi tabiblar ham qilardi buni. O'sha atrofidagi zastoy bo'lgan qonlarni olib tashlagan. O'zi aslida haqiqati shu og'riq qolishi. Kineziyologiya bilan fizioterapiyaning nima farqi bor? Kineziyologiya bu muammoni aslini topib, tashxis orqali qo'llaniladigan usul. Fizioterapiya o'sha kineziyologiyaning bitta ozgina bo'limi bo'lishi ham mumkin. Kerakli joyda fizioterapiyani nazarda qilishi mumkin bu narsa. Belgilash, bemorlik. Bu usul, masalan, manual terapiya ham kineziyologiyada qaysidir darajada qo'llanilishi mumkin. Bu asos qilib olinmaydi, lekin kineziyologiyaning bir qismi bo'lishi mumkin. Endi kineziyologiya juda keng fan, bu yerda Xitoy meditsinasidan ham ko'p olingan joylar bor. Masalan, organlarni ishlashida, ichki organlarning ishlashida o'zaro quvvat almashinuvi. Shu usin deydi Xitoy meditsinasida. Usinni kineziyologik usul orqali ham aniqlab, tezda yechimini bersa bo'ladi. Kineziyologiyani eng katta yutuqlaridan bittasi o'sha tana bilan gaplashish ilmi bu. Ya'ni tana nima holatda, nima holatda o'shalarni test orqali biladi kineziyologiya. O'shanga qarab yechimni beradi. O'shaning uchun ham buni ta'siri ancha tez. Mana masalan, giyohlar berganimizda ham ichki shamollashlarga unaqa taxminan berilmaydi-da. Qanaqadir retseptlar orqali qaysi giyoh to'g'ri keladi tanaga. O'sha qanchalik muhimligini test orqali bilamiz. O'shani berganda muhimlarini tanlab olib orasidan beriladi. Keyin uni necha kun ichishlik, qay mahal ichishlik, qanchadan, qaysi dozada ichishlik, o'shalarning hammasini ham testlar orqali bilsa bo'ladi. Ya'ni taxminiy bu yerda narsa yo'q. Asosan tana bilan gaplashib o'sha narsani topiladi. Buni endi test bu kineziyologiyada muolaja olganda shu narsani ko'rishgan bo'lsa, ular yaxshi bilishadi. Keyin yana bitta tomonlari bizda misol biokinetika ishlatiladi. Miyani qaysidir bo'limlarida siqilishlar yoki tirishishlar bo'lishi mumkin. O'shani ham biokinetika orqali bu narsalar yechiladi. Odam ancha xotirjam bo'lib, miyasidagi o'sha kuchlanishlar, ya'ni напряжение deydi. Bezovtalanishlar ketadi. Biokinetika nima? Biokinetika o'sha qo'l orqali, o'sha osteopatiyada ham qo'llaniladi. Qo'l orqali o'sha endi oddiy xalq tilida biotok deyishadi. Bizda biotok deb qo'llanishadi, lekin biokinetika butun dunyoda o'zi keng qo'llaniladi. Alternativ meditsinada qo'llaniladi. Mana masalan, visceral terapiyada ham ko'pchilik itarib qo'l bilan qo'polroq tarzda qilinadi visceral terapiya. Biokinetikada a'zolarni qanaqa holatdaligi test orqali aniqlanib, o'sha biokinetika orqali ishlaganda o'sha narsani joyiga keltirish mumkin. Mana sovuq dush qabul qilsa, odam tanasi tetiklashadi, shu gap qanaqa? Endi o'sha qon yurishini tezlashtirib beradi. O'shani sababiga bo'shash, mana issiqda odam bo'shashadi, lekin sovuqda harakat qilmasa bo'lmaydi. Xuddi shunaqa anaqa beradi. Keyin gormonlarni ham ozgina ko'tarib beradi, uyg'otib beradi tanani. Endi u muzda dush qilib turib ketiga chiqib ketsa, ko'chaga shamollaydi kanishni. Ozgina uni o'ziga kelib olish kerak. Oz kun sovuq kunda ham odamni saunadan chiqib basseynga tashlaydi o'zini. Shu qanaqa o'zi? Baribir ham muzdek. Buni etap-etap qilmasa, bosqichma-bosqich qilmasa, qilmagan yaxshi. Shamollashga olib kelishi mumkin. Spazmli bo'lib qolishi mumkin. Tanada qanaqadir tirishib yuradi odam. Birinchi saunada yaxshilab qizish kerak. Undan keyin muzli suvga tushish kerak. Muzli suvga tushadi ko'pchilik. Lekin hali tayyorlanmagan organizm hamma ko'r-ko'rona ergashish kerak emas bu narsa. Sekin-sekin chiniqtirib, o'shanga organizm moslab turib keyin tushsa bo'ladi.